Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, sizlar merosni taqsim qilishni ilmini o'rganinglar. Ilohi shu majlis shu o'rganadigan majlis bo'lsin. Sizlar merosni taqsim qilishlik ilmini o'rganinglar. Odamlarga buni taqsim qilib berishni ilmini o'rgatinglar. Chunki bu ilmning yarmi debdilar. Ilmning yarmi mendan keyin ko'tarilib ketadigan birinchi ilm shu. Dunyo fanda taraqqiyotga yetdi. Bundan taraqqiyot yana ketaveradi. Buni oxirgi asrda qangi taraqqiyot yer yuzida hali bo'lmagan. Shu darajada ilm taraqqiy etib ketsa ham meros ilmi nima uchun ko'tarilib ketadi? Men o'zimning ulug'larimdan eshitganman, Hazrat nima uchun bu ilm ko'tarilib ketadi? Bu ilm qiyinmi? Merosni taqsim qilib berishlikda daqangi oson narsa yo'q. Hozir kalkulyator chiqqanda bir onida 10 ta aka-ukani ham narsasini osongina taqsim qilib qo'ysa bo'lar. Nima uchun bu ilm birinchi bo'lib ko'tarilib ketadi desam, Hazrat domla aytadilar, Xudodan qo'rqadigan odam qolmaydi. O'shani ko'tarilib ketadi. Xudodan qo'rqmagandan keyin o'tirgan hovlimda kimda haqqi bor? Buni kimga berishim kerak? Mashina kimga tegish kerak? Bu pulni qanchasi kimniki edi? Singlim qancha olish kerak edi degan xavfni qilmagandan keyin birov mullaga borib so'ramaydi. Mulla ham mendan kelib birov so'ragani yo'qdir. U ham shu ilmni o'qimaydigan bo'lib ketgan keyin. Shu bilan buni taqsimoti to'g'risida hech kim xullas ahamiyat qilmay qo'ydi.